Assalomu alaykum aziz do'stlar. Butkul o'zidan sizlarga yangi proyekt. Mana bu muzqaymoq uchun qilingan. Polностью mana bu yoqlar muzqaymoq apparatlar uchun ochib berganmiz. O'tishkalarni, apparatlarni hamma saqlab qo'yganda yozda qizib ketmaydigan, ichkariga qo'l issiq urmaydigan bo'ladi. Buni ikkita tomoni ochiladigan bo'ladi. Ikkita tomon, bu tomonda ham savdoingizni qilaverasiz, bu tomonda ham savdoingizni qilaverasiz. Polностью bu razmerlari 3,5 ga 2 bo'ladi. Polning ledlari qilingan, hamma narsasi tayyor. Pat ключ topshiriladi, avtomat, svet, hamma narsasi tayyor bo'ladi. Buni vitrinadan tagiga bemalol ichimliklarni qo'yib qo'yasiz yoki muzqaymoq narsalarni polностью narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Biznes uchun sizlarga tayyor mana proyekt bo'ladi. Xo'p, yana bizda ikkinchi proyektimiz bor. Mana bunimiz 4 ga 2.30 razmerda bo'ladi. Polning bunaqasi naves qilganmiz. O'tirib bemalol narsasini zakaz qilib, o'tirib yeb ichib ketadigan anaqasi bo'ladi. Polning kalyonning oyna qilingan, fortichkalari bilan led svetlari, hamma narsasi qo'yib ketilgan. Bu ham tayyor, hamma narsasi bo'ladi. Polka, molkalari, ular hammasi mana yopilib ochiladigan qilingan. Eshigini buni oldindan qilganmiz. Sho'bi klientlar bemalol kirib chiqib, egalar chiqib bu yoqdan narsalarni berish uchun hammasi chotkicha qilingan hammasi. Mana bir qolganlarni videoda bir ko'rib o'tasizlar, hammasi ichlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz.